Bilaman, YouTube'da keng fikrlaydigan insonlar o'zlari hali hech kim qilmagan yo'nalishlarni qilishni xohlashadi va ular har doim internetda izlashadi va hali hech kim qilmagan va ana endi inqilob bo'luvchi va trendga aylanuvchi videolarni izlashni davom ettirishadi. Bir kuni men ham izlanib yurgan vaqtim YouTube'da juda ham zo'r bo'lgan bir yo'nalishni topib oldim. Bugun sizlar bilan xuddi shu yo'nalishni qanday qilib noldan step qadam-qadam tayyorlashni ko'rsatib beraman do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan hali hech kim qilmagan va endigina rivojlanishi mumkin bo'lgan yo'nalishlardan biri AI orqali tayyorlanadigan, ya'ni sun'iy intellekt orqali tayyorlanadigan bitta yo'nalish ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman, chunki juda ham zo'r video darslik bo'ladi. Unda biz boshladik. Bilaman do'stlar, internetdan hali hech kim qilmagan yo'nalish izlab ko'rasiz, lekin topa olmaysiz. To'g'ri, hozir siz o'ylashingiz mumkin, biz tog'ga chiqib qanaqadir steak pishirib o'tirishimiz kerakmi endi? Yo'q do'stlar, bugun shuni sun'iy intellekt orqali tayyorlashni sizga ko'rsatib beraman. Xo'p, kanallarga e'tibor bersangiz, ushbu kanal juda ham yaxshi prosmotrlar olib kelgan. Eng ko'p ko'rilgan videolari ham millionlarni urgan. Xo'p, ana endi biz xuddi mana shunaqa kontentni AI formatda tayyorlashni to'liq noldan hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'p, kelinglar bironta bir videosini ustiga bosib, birinchi o'chiratda biz o'zimizga info olishimiz kerak, ya'ni ma'lumot yig'ishimiz kerak. E'tibor bersangiz, videoda bir inson o'shanaqa steak oladi, pishiradi, kerak joyini olib tashlaydi, masalalar tayyorlaydi. Xullas kalom ziravorlar ustiga sepadi, o'tin tayyorlaydi o'rmondan va uni yoqadi. Yoqqandan keyin esa ustiga tosh qo'yadi. Tosh asosan tava vazifasini bajaradi bu videoda. Har doim shunaqa videolar shunaqa qiladi. Sous tayyorlaydi va uni pishirib ustiga sepib, pishirib, yana xullas sousni qo'yadi va tamom, всё. Bo'ldi. Mana shunaqa biz o'zimizning Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalda hayot qilaman desangiz o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor, lekin Telegram kanalimizda juda ham foydali ma'lumotlar va mana shu videoni bundan tayyorlashingiz mumkin. ChatGPTning linkini endi qanaqa sun'iy vositalari kerak bo'lishini ko'rib olamiz. Xo'p, bilaman, bizga baribir ChatGPT kerak bo'ladi, lekin men ChatGPTni oldindan tayyorlab qo'yganman. Ushbu havolasini siz Telegramning baza kanalidan olishingiz mumkin. Xo'p, Telegram haqida mana shu ChatGPTni linkini qoldirganman. O'zingizlar bemalol o'tib, bemalol o'zingizlar davom ettirsanglar bo'ladi. Hammasi animatsiya prompti va video rasmni yaratish ham promptlari ham tayyorligini turib o'zingizlar ham davom ettirsanglar bo'ladi. Va Telegram haqida ko'rib oldingiz, o'tib obuna bo'linglar, pastda opsiyada yokida mana shu Telegram kanalimizning bio qismida turadi. Xo'p, bu Telegramga o'tasizlar, o'tgandan keyin mana shunaqa Xo'p, ana endi men bu yerdan yozib olganman, 12 ta kadr qo'shib berib generatsiya qiling deganman. E'tibor bering, men juda ham yaxshi qilib tushuntiraman. Birinchi o'chiratda image prompt, ya'ni rasm promptini yozib olamiz, hamda motion prompt, ya'ni uni animatsiya promptini yozib olamiz. Kelinglar, birinchi o'chiratda rasmni yaratamiz. Xo'sh, rasm yaratish uchun bizga Visk sun'iy intellekti kerak bo'ladi. Xo'p, Visk sun'iy intellegini Visk deb qidirishinglar mumkin yoki de mana shu video opsiyasida turgan bo'ladi. Visk sun'iy intellektga kirib olamiz va bizda mana shunaqa oyna ochiladi. Mana bu qora strelkaga bosadigan bo'lsak, bu yerda har xil scan, ya'ni turishi, subject, qanaqadir bir kimdir yoki nimadir stil, qanaqa ko'rinishlar, realizm yoki anime stil farqi yo'q, mana shunaqa stil qo'shsangiz bo'ladi. Xo'p, kelinglar, birinchi o'chiratda pastga prompt yozishimiz kerak. Xo'p, prompt esa bizda albatta tayyor. Promptni hozir men olaman. Misol uchun mana image to prompt. Buni kopировать qilaman hamda bu yoqqa o'tib tashlayman. Xo'p, bu yerdan stilda landscape tanlayman, ya'ni 16 ga 9. Uni ustiga bitta bosganimdan so'ng hozir menga rasmlarni generatsiya qilib beradi. Xo'p, bir aka, ya'ni bir odam mana bu toshlarni ya'ni yig'yapti. Bu esa o'sha toshlarni yig'gan holatda gulxan tayyorlashga ishlatadi. Men buni avval video qilib tayyorlaganman, shuning uchun ham bilaman. Xo'p, endi qaranglar do'stlar, bitta zo'r narsa o'rgataman. Mana shu rasmni yuklab olamiz va bitta insonni har bir kadrlarda ko'rinish berish uchun nima qilishimiz kerak? Bilasizlarki, misol uchun birinchi kadrda mana shunaqa kiyimdagi inson toshlarni dumaloq qilib shaklda terib chiqyapti, doira shaklida, lekin keyingi kadrda esa umuman boshqa bir shaxsni ko'rsatib qo'yadi sun'iy intellekt. Buni to'g'rilashimiz uchun albatta birinchi rasmni yuklab olib, subject bo'limiga qo'shib olamiz. Xo'p, subject bo'limiga qo'shib oldim. Qo'shib olgandan so'ng keyingi promptlarni tashlashni davom ettiramiz.
Va agarda siz prompt nima haqida ekanligini bilishni xohlasangiz, shunchaki promptni kopirovat qilasiz yoki Google Translation yoki yana bir ChatGPT bo'limini ochib olib, o'sha yerdan bemalol buni o'zbekcha tarjimasini bilib ko'rib olishingiz mumkin. Keling, ikkinchi prompt olamiz va bu yerga esa keyingi promptni tashlaymiz. Ana endi xuddi shu shaxs ishtirokida bizga yana bir rasmni generatsiya qilib beradi. Xo'p, do'stlar, mana bizga ikkinchi rasmni generatsiya qilib berdi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Albatta, o'sha shaxs bu videoda ham, ya'ni bu rasmda ham foydalandi. Xo'p, ana endi do'stlar, biz keyingi rasmlarni ketma-ketlikda animatsiya qilishni boshlashim mumkin edi, lekin video juda ham uzun bo'lib ketadi. Menimcha men nima deyotganligimni tushundingiz. Buning sababi, ya'ni to'g'risini aytsam, odamlarning ko'p vaqtini olishimiz mumkin va tushunarli bo'lishi uchun ozgina yana ham tushuntiraman. Xo'p, do'stlar, keyingi rasmlarni, ya'ni keyingi kadrlardan foydalanib ketamiz. Xo'p, biz ikkinchi kadrning rasmini yaratdik, lekin ham animatsiyasini yaratmadik. Ana endi biz animatsiyasini yaratishimiz kerak. Siz agarda to'liq yaratmagan bo'lsangiz, keyingi rasmlar ham yaratib olishni maslahat beraman. Va tushunarli bo'lishi uchun image prompt deb yozib qo'yilgan. Ya'ni keyingi etaplarda foydalanishni ham ko'rsatib beraman. Ya'ni meni olganimdan so'ng bu yerda yana so'rashingiz mumkin. Xohlasangiz video nomini, full ya'ni opisiya qismini so'rashingiz mumkin. Xohlasangiz preview ham xuddi shu mana ChatGPT dan foydalangan holda yaratishingiz mumkin. Va turini xohlasangiz qorli zonada, kechasi yomg'irli zonalarda ham tayyorlashingiz mumkin. Ko'ryapsizmi? Bu avvaldan yozishib kelinganligi uchun ushbu ChatGPT da sizga yanada keyingi narsalarni, ya'ni ketma-ketlikda qilib beradi. Birinchi o'chirada sizga rasmni yaratib beradi, undan keyin motion promptini yaratib beradi sirazi va tugagandan so'ng sizga yana ham tavsiyalar bo'ladi. Ya'ni 5 ta video nomi eng zo'r yoki-da opisiyaniyasini tuzib beradi shunga moslab yoki siz uchun 4 ta variantda video ustidagi rasm previewni tayyorlab beradi. Xo'p, ana endi do'stlar, biz bu yerdan tushunarli bo'ldi va keyin sizlar bemalol yana so'rashlaring mumkin. Yana menga snow, ya'ni qorli zonada qilib bering deymiz. Все, bo'ldi. Biz ChatGPT'miz sirazi o'qib, bunga bo'ldi. Siz uchun 12 ta kadr qilib beradi. Endi 12 ta kadr qancha vaqt bo'lishi mumkin? 2-3 daqiqa bo'ladi. Mana ketdi. Image prompt, motion prompt hammasini sirazi tuzib ketyapti do'stlar. Juda ham oddiy va soddagina qilib qilingan. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Albatta bu ba'zi kanalda bo'ladi do'stlar. Xo'p, ana endi biz Whisk sun'iy intellekt orqali yasagan rasmlarimizni mana bu strelka orqali sketch qilib olamiz va kerakli joyga nomlab tashlaymiz. Biz mana bu ikkita videoni sketch qilib oldik va ana endi biz buni animatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p do'stlar, biz Flow orqali foydalanamiz. Bilamizki, Flow juda ham qimmat, lekin ilojimiz yo'q. Boshqa sun'iy intellektlardan foydalanish biz uchun juda ham qiyin bo'lishi mumkin. Misol uchun Kling, OpenArt va shunga o'xshash sun'iy intellektlar bizga juda ham qimmatli qilishi mumkin. Shuning uchun ham biz hozir Flowdan foydalanamiz. Flow ham juda ham qimmat. Kelinglar, qanaqa Flowdan foydalanishni ko'rsatib beraman. Birinchi o'chirada Flowdan ro'yxatga o'tishimiz kerak bo'ladi. Flowdan ro'yxatga o'tish juda ham oson. Shunchaki Flowga kirasizlar, mana yerda Get Create with Flow ga bosganlaringdan so'ng Google account so'raladi. Google accountlaringni tanlaysizlar. Все. Ikkitagina sizlardan o'sha pitichka berilgan joy bo'ladi. Pitichka berib ruxsat berishga bosasiz va mana bu oyna ochiladi. Xo'p, kelinglar, 7-fevral kuni soat 3 da yaratilgan videolarni sizlarga ko'rsatib bersam. Bilasizlarki, motion promptni mana bu yerdan olishlaringni aytganman, ya'ni pastdagi motion promptni. Misol uchun sizlar birinchi kadrda yaratib oldilaring, ya'ni rasmni yaratdilaring. Ana endi motion promptdan foydalanishingiz kerak. Motion prompt shunchaki kopirovat qilamiz va biz shunchaki bu yerga o'tib, bu yerga promptni tashlaymiz va plusni bosamiz va bu yerdan biza o'zimizga rasmni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Mana do'stlar, men o'zim qilgan animatsiyani sizlarga ko'rsatib bersam. Hozir sous tayyorlanish jarayonida. Undan keyin mana o'tinlarni pishish jarayonida ko'ryapsizlar, juda ham zo'r qilib yaratib beradi. Bunaqa nisha, ya'ni yo'nalish ishlasangiz juda ham zo'r ketadi. Prosmotrlar ham ancha yaxshi bo'ladi. Chunki ko'pchilik istaydi bunaqa asmer, ya'ni tog'li o'lkalarda o'shanaqa tabiat qo'yinida asmer ovqat pishirishlar bu juda ham zo'r, idealniy narsa. Shuning uchun ham sizlarga maslahat beraman. Xo'p, ana endi biz rasm qo'shib uni animatsiya qildirishimiz kerak. Qanday qilamiz? Birinchi o'chirada biz mana bu yerga o'tib olamiz va aytganimdek, birinchi o'chirada motion promptni kopirovat qilamiz. Bu esa bizni animatsiya promptimiz. Uni mana bu yerga tashlaymiz va mana bu yerning ustiga bosib video bo'limiga o'tib olamiz, chunki bizga video kerak. Va frames turadi, landscape, ya'ni 16 ga 9 TikTok format emas, ya'ni YouTube katta video format. Bu yerdan tanlaysiz va bir face tanlaymiz. Kelinglar, bitta X, ya'ni bitta video yaratamiz. Start frame, end frame.
bizga start frame kerak va bu yerdan rasmni tashlab olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, rasmni tashlashimiz uchun bu yerda men avval tashlagan rasmlar chiqib kelyapti. Siz mana bu yerga bosasiz va bu yerdan rasmni tashlab olasiz. Mana bu strelkaga bosgandan so'ng mana bu yerda misol uchun mana bu rasm edi. Qo'shib olamiz. Qo'shganimizdan so'ng sirazi animatsiya qilishni boshladi do'stlar. Xuddi mana shunday qilib biz o'zimizda animatsiya qilib videolarni ketma-ket qilamiz. Undan keyingi qilinadigan ishimiz oddiygina CapCut'ga kiramiz va CapCut orqali bemalol o'sha animatsiya qilishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Sizlarga rahmat videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun. Agarda sizlarda qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, albatta kommentariyada qoldirishni maslahat beraman. Hammaga rahmat. Sog', salomat bo'linglar do'stlar. Sizlar bilan Ulug'bek bo'ldi.